Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərini görüşünlərini qarşı alırıq. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibidəki ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qənəmsizlik qıtınlar ekranımız olsun. Xitay bulang-talangni kengaytish uchun 100dan ortiq chorlash turi o'rinlashtirdi. Xitay Şərq Türkistanның təbii boyliqlarini talon-taroj qilish jinoyatini izchil kuchaytirayotgan bo'lib, oldingi hafta yana maxsus yig'in ochib 100dan ortiq chorlash tekshirish turini o'rinlashtirgan. Xitoy tashviqot organi Tangritog' to'rining xabar qilishicha, Xitoy Metallurgiya geologiya bosh idorasi Sharq Turkistondagi tabiiy boyliqlarni qazish harakatini kuchaytirish uchun 2 aprel Jing nahiyasida 2025-yillik atalmish chorlash echish birlashma jangini naq maydonda olg'a siljitish yig'ini o'tkazgan. Yig'inda Sharq Turkistonning har qaysi joylarida 123 qazilma boyliqni chorlab tekshirish, echish nuqtaliq turi o'rinlashtirilgan. Undan boshqa G'ulji shahri, Jing nahiyasi, Qaba nahiyasi, Uchturpan nahiyasi, Barko'l nahiyasi, Toli nahiyasida 6 nuqtaliq ulgu ko'rsatish turi qo'zg'atilgan. Xitoy amaldorlari bu turlarning Xitoyning strategik qazilma boyliq bexatarligini kafolatlantirishni kuchlik terak bilan ta'minlaydiganligini ta'kidlagan. Xabarda Jing nahiyasining Tangritog'dagi kan hosil bo'lish balbig'idagi yadroliq rayonga joylashganligi, mis, oltin, wolfram, molibden qatorliq metall kanlari ham haktash qatorliq metalloid kan boyligining yoshirin kuchining alohida gavdalik ekanligi, Xitoy Metallurgiya geologiya bosh idorasining Sharq Turkistonda jami 30 necha joydagi cho'ng o'tir tipdagi kan yotmasini tekshirib topganligi, 786 million tonna temir rudasi, 30 million tonnadan ortiq mangan rudasi, 120 tonnadan ortiq oltin topshirganligi qayd qilingan. Xitoy Metallurgiya geologiya bosh idorasi keyingi qadamda yana Bo'rtala, Ili qatorliq 8 viloyat oblast bilan hamkorlashishni cho'nqurlashtiradiganligini, Baying'ulon, Tarbag'atay qatorliq 5 viloyat oblastdagi turli chorlash echish harakatini davomli kengaytiradiganligini, strategik qazilma boyliq jihatda zapasni ko'paytirib, mahsulotni oshirishga nuqtaliq kuchaytirganligini da'vo qilgan. Xitoy yaqinqi yillardan buyon Sharq Turkistondagi bulang-talangni zo'r mablag' yuqori texnikalar bilan tez sur'atda kengaytirayotgan bo'lib, yuzlagan kanlarning echish huquqini Xitoy shirkatlariga o'tkazib bermoqda va bu harakatlarda Xitoyning energiya bexatarligiga kafolatlik qilish iborasini alohida ta'kidlamoqda. Xitoy maxsus faoliyat tashkillab, o'z bayramini Uyg'urlarga zo'rlab tangdi. Uyg'urlarning hayit o'tkazishiga turli usullar bilan cheklama qo'ygan Xitoy o'zining Cho'kantal bayramida Sharq Turkistonning har qaysi joylarida atalmish inqilobiy qurbonlarga ta'ziya bildirish faoliyati tashkilladi. Xitoy bu yilmi Sharq Turkistonda Uyg'urlar va boshqa turkiy xalqlarning madaniyati an'anasi bilan hech qanday aloqasi bo'lmagan Xitoylarning Cho'kantal bayramini tabriklashga majburlagan bo'lib, Sharq Turkistonning barliq joylarida atalmish qahramonlar inqilobiy qurbonlarga ta'ziya bildirish nomida faoliyat tashkillagan. Xitoy mazkur faoliyatda tarixni asli chang saqlash, inqilobiy qurbonlarni yod etish, tinchlikni qadrlash, kelgusini yoritish degan safsatalarni bosh tema qilgan bo'lib, ishchi xizmatchilarni, oddiy fuqarolarni, xususan o'quvchilarni atalmish inqilobiy qurbonlar qabristonligi, inqilobiy qurbonlar ko'rgazmaxonasi qatorliq joylarga opirib, qabri teshini surtish, qabri teshiga oltin rang hal berish, Xitoy Kompartiyasiga kirish qasamini takrorlash, gul taqdim qilish qatorliq shakllar bilan ehtirom bildirishga, ta'ziya bildirishga majburlagan. Xitoy tashviqot vositalari o'tir boshlang'ich maktab o'quvchilarini atalmish inqilobiy qurbonlarga ta'ziya bildirish faoliyatiga majburiy qatnashtirishni, yosh o'smirlarning vatanni suyish hissiyoti va minnatdorlik hissiyotini urg'utish, o'quvchilarning g'oya e'tiqodini ching'itish, qizil genga varislik qilish degandek terror siyosati iboralari bilan suhbatlagan. Xitoy bu yilmi Sharq Turkistondagi ishg'oliyat tarixini burmalash, tajovuzchilik urushida va bostirish harakatlarida o'lgan Xitoylarni qahramon qilib ko'rsatish tashviqotiga alohida kuchigan bo'lib, majburiy ta'zim bildirish faoliyatidan sirt atalmish inqilobiy qurbonlarning salom xatlari, guvohnomalari qatorliq yodikorliklarni qutqizish, asliga keltirish, oilasiga yetkazish qatorliq siyosiy tashviqotlarni alohida xabar qilgan. Xitoy tashviqot vositalarida 75 yildan keyin inqilobiy qurbonning salom xati uyiga qaytdi degandek mavzulardagi xabarlar keng ko'lamda tarqatilgan.
Xitoy Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik jinoyatining bir qismi sifatida Uyg'urlar boshliq turkiy xalqlarining e'tiqodini, madaniyatini, urf-odatlarini cheklash, vayron qilish jinoyatini qattiq ijro qilish bilan birga Xitoylarning urf-odatlarini, turli bayramlarini majburiy tangmoqda. Shundaqla bularni siyosiy tashviqoti maqsadlari uchun xizmat qildirmoqda. Tayvan Xitoyga qarshi aeroplan paraxodlarini harakatga keltirdi. Xitoy yaqinqi yillardan buyon Tayvan atrofiga urush aeroplani va dengiz okean aslahalarini o'rinlashtirishni ko'paytgan bo'lib, oldingi hafta yana Tayvan atrofiga quruqliq armiyasi, dengiz armiyasi havo va boshqariladigan bomba qismlarini o'rinlashtirish orqali manevr o'tkazgan bo'lib, bu manevrning Orol atrofidagi qo'rshav va atalmish nuqsonsiz hujumning tayyorliklari ekanligini, shundaqla Tayvan mustaqillik kuchlariga qattiq ogohlantirish va kuchlik tahdid uchuri berishni maqsad qilganligini da'vo qildi. Tayvan Davlat Mudofaa Ministrligi bo'lsa, manevrga qarshi aeroplan va paraxod avatganligini, shundaqla quruqlikdan havoga qo'yib beriladigan boshqariladigan bomba sistemasi o'rinlashtirganligini e'lon qildi. Xitoyning bu qatimliq manevri Amerika Davlat Mudofaa Ministri Pete Hegsesning 30 mart Yaponiyada e'lon qilgan bayonotidan keyin boshlangan bo'lib, Hegses Amerikaning Tayvan bo'g'izida ustun kuchini saqlab qoladiganligini ta'kidlagan edi va Xitoyni urushqoqlik qilish bilan ayblagan edi. Oqsaroy bayonotchisi Caroline Levitt Amerika prezidenti Donald Trumpning Tayvan bo'g'izida tinchlikni qo'g'dashning muhimligini ta'kidlaganligini bildirib, Amerikaning har qanday tariqada bir taraflama holda besim orqali hozirgi holatni o'zgartirish urinishiga qarshi turadiganligini qayta ta'kidlagan. Yevropa ittifoqi Xitoyning bu qatimliq manevrining Tayvan bo'g'izidagi jiddiychilikni kuchaytirganligini bildirib, taraflarni salmoq bo'lishga chaqirgan. Xitoy yaqinqi yillardan buyon Tayvan atrofida bir qancha qatim cho'ng manevr o'tkazgan bo'lib, bu manevrlar doim orolni qo'rshavga elish yoki tajovuz qilish uchun repetitsiya qilish deb izohlanib kelmoqda. Mutaxassislar bo'lsa, Xitoy bevosita ishg'ol qilishdan bakrak xatiri oz bo'lgan qo'rshavga elishga yuzlandi deganlarni ilgari surmoqda. Rossiyaning Basivka yezisini ishg'ol qilganligi ilgari surildi. Rossiya Ukrainaning sharq-shimolidagi Sumi oblastiga joylashgan Basivka yezisini ishg'ol qilganligini va bu rayondagi nurg'unlagan o'ltiraq rayonlarda Ukraina qismlariga zarba berganligini e'lon qildi. Rossiya Ukraina urushining portlig'iga 2 yildan oshgan bir paytda Ukraina 2023-yil avgustda minglagan askarini chegaradan o'tkazib, Rossiyaning Kursk oblastiga avatgan edi. Lekin yaqinqi oylardagi Rossiya hujumlari Ukraina qismlarining ko'p qismini Kurskdan chekindirgan bo'lib, Rossiya prezidenti Vladimir Putin chegara bo'ylab bir tampon rayon qurishning zarurligini ko'p qatim ta'kidlagan edi. Turkiya Ovoz radiosining xabarida bildirilishicha, Rossiya Davlat Mudofaa Ministrligi Sudja chegara eg'iziga yaqinli yerga joylashgan Basivka yezisining Rossiya qismlari tomonidan ishg'ol qilinganligini va Sumi oblastidagi 12 ayrim nuqtada Ukraina qismlariga zarba berilganligini e'lon qilgan. Bayonotda yana Rossiya qismlarining Gornal, Goivo va Olishniya qatorliq Rossiya ichidagi o'ltiraq rayonlarga o'rinlashgan Ukraina qismlarini qo'g'lab chiqarganligi to'g'risidagi uchurlarga o'rin berilgan. Urushning yo'nalishini kundalik ko'zitib turadigan va Ukraina tarafdori bo'lgan Deep State'ning xaritasiga asoslanganda, Ukraina hozir Rossiya tavalligidagi taxminan 63 kvadrat kilometrlik rayonni kontrol qilmoqda ekan. Bu ko'lam Ukraina o'tgan yili egillaganligini ilgari surgan 1400 kvadrat kilometrlik rayonga solishtirganda zo'r darajada taraygan. Chegara liniyasidagi Basivkani o'z ichiga olgan 81 kvadrat kilometrlik rayon bo'lsa, kontrol qilinish ahvoli noma'lum rayon deb turga ayrilmoqda. Rossiya hozir Ukraina zaminining taxminan 5dan 1ni egallab turayotgan bo'lib, bu zaminlar ichida 2014-yili o'ziga qo'shib olgan Qrimning hammasi, Luhanskning asosan degudek hammasi, Donetsk, Zaporizhya va Xerson oblastlarining %70dan ko'proqi bor ekan. Bundan boshqa Kharkiv oblastining oz bir qismi Rossiyaning kontrolida turmoqda ekan. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh atki programmada ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum.